Bolajonlar, hozir biz so'rovnoma o'tkazamiz. So'rovnomamizda hammamiz ota-onamizdan nimalarni hidi kelishini o'rtoqlashamiz. Bo'ptimi? Qani boshladik. Shohruzbekdan boshlaymiz. Shohruzbek, dadangizdan nimani hidi keladi? Sigaret. Nimani? Sigaret. Sigaret? Sigaret hidi keladi. Imonaxon, dadangizdan nimani? Atir o'zini alohida atir. Ha, o'zini alohida atir hidi bor. Abdulloh, Nechun o'zini alohida. nima atiri nomi? Alohida hidini bilasan? Shukronaxon, nimani hidi keladi dadangizdan? Molda. Molda hidi keladi. Qani, Bibilur? Tayapsib ketani hidi. Terlab pishib ketganda hidi, terdi hidi. Abdurahmon, dadangizdan Nost hidi. nost hidi keladi. To'g'ri aytadi bolalar. Atir. Atirdi hidi. Atir. Nimani? Atir. Atirdi. Molda. Molda hidi kelar ekan. Atir. Atirdi. O'zbek nimani? Atir. Ha, Navro'zaxon turing. Nimani hidi kelar? Nos. Nimani? Nos. Nost hidi kelar ekan. Ayting. Molda hidi keladi. Nimani? Molda. Molda hidi, mol boqadi ekan, mollari ko'p ekan. Ter.